Mohida taqdim etadi. Seni sevish eng yaxshi narsa. 3-qism. Qizil miya energiyani kuchaytiradi va og'riqni kamaytiradi. Summit mehmonlari tez orada kelib qolishadi. Barcha bo'limlar tayyorlansin. Bu safar yaxshi qabul qilishingiz kerak. Tushunarli. To'qqizinchi qavat to'g'ri keladimi? Ha, albatta. Mana sizning xona kartangiz. Bu yoqqa yuring. Xush kelibsiz. Menejer Shin, meni eshityapsizmi? Ha, men shu yerdaman. Bir mehmonimiz villada qolishni istamayapti. Uni xonasini o'zgartira olamizmi? 1807 raqamli lyuks xonamiz bo'sh ekan. Mehmonni u yerga joylashtirsak bo'ladi. Yaxshi. Xayrli kun. X birinchi rasmlarga ko'ra, bemorning o'pkasini mana bu yeri ba'zi fibrozlardan aziyat chekadi. Radiologik pnevmoniyaning 3-darajasi. Muhim isitmani tushirish va yo'talni kamaytirish. Qon aylanishini yaxshilasangiz, bemorning o'pka devorlari toza bo'ladi. Shunday qilib o'pka funksiyalarini yaxshilang va infeksiyani kamaytiring. Senga biror narsa kerakmi? Yaxshi. Xonim. Vaqtida keldingiz. Bu yerga imzo qo'ying. Yaxshi. Bugun kechqurun film tomosha qilamizmi? Qaysi filmni ko'ramiz? Bu odamlarning aytishicha bu yangi chiqqan film ekan. Yana u juda ham qayg'uli ekan. Men erkak kishiman, yolg'iz yig'lasam xijolat bo'laman. Faqat ikkalamizmi? Akamni chaqirmoqchi edim, lekin u band. Menga qalam bering. Uzoq kutilgan sammit chorshanba kuni bo'lib o'tishi ma'lum bo'ldi. Hozir men Ganhua Tinglon mehmonxonasi yonida turibman. Ular barcha mehmonlarni qabul qilishgan. Chorshanba kungi sammit shu yerda bo'lib o'tadi. Kecha qilgan harakatlaringiz uchun rahmat. Endi yanada muhim mijozlarimiz bo'ladi. Ertaga kechqurun muhim ziyofat bor. Aytgancha, ikkinchi fan texnikaning yuqori lavozimli amaldorlari tushdan keyin keladi. Bunga qabul bo'limi mas'ul. Direktor Shan. Men ertalabki mehmonlarning tafsilotlarini tasdiqlayman. Shuja direktori, oziq-ovqat va ichimliklar zaxirasi berildimi? Zaxiralar qilindi, hammasi tayyor. Harakatlaringiz uchun rahmat.
Buni allaqachon bilasiz, to'g'rimi? Ha. Dam olish uchun ta'tilni so'rashni istamaysanmi? Nomingdan biz murojaat qilamiz. Kerak emas. Aytgancha, bugun shanba emasmi? Sen tibbiy ko'rikdan o'tishing kerak. To'g'ri. Buni unutibman. Unday bo'lsa javob olib, shifokorga ko'rinib qaytib kel. Sen uchun ham ishlab turaman. Bu haqida unuting. Direktor aytmadimi? Ruxsatsiz ketish mumkin emas. Avval ishimni tugataman, keyin ko'ramiz. Mayli. Bu sizning retseptingiz. Rahmat doktor, keyingi hafta qaytib kelaman. Yaxshi. Yurak kasalligi juda ham yomon. Yurak terapiyasi qilish kerak yoki ta'sirli joyni ochasan. Yana kasallik ildizini olib tashlaymiz. Xo'y, Xiaosan. Bemorlarimni tekshira olasanmi? Ularning orasida Shan Sifan ismli qiz bormi? Shen Sifan. Bir daqiqa. Yo'q, u bugun yozilmagan ekan. Ha, rahmat. Muammo yo'q. Xiaosan. Ma'lumotlar ro'yxatidan menga uning raqamini olib bera olasanmi? Uni raqamini nima qilasiz? Unga bugun kelishini aytgandim, lekin bugun kelmadi. Bunga biror narsa sabab bo'lgan bo'lsa-chi? Axir hali yosh. Yoshlar an'anaviy Xitoy meditsinasini yoqtirishmaydi. Kelmaganiga hayron qolmayman. Lekin kelishini qattiq tayinlagandim. Rostdanmi? Mayli. Bir daqiqa. Bir. Mana. Sizdan kechki ovqat. Ovqat olib beraymi? Bu bizning mas'uliyatimiz axir. Ha, mayli. Niqobingni kiy. Fan xonim, xush kelibsiz. Biz sizning sevimli iforingizni xonangizga taratdik. Xona kartasi tez orada tayyor bo'ladi. Yaxshi, rahmat. Janob Yan. Xo'y, Fan xonim. Anchadan beri ko'rishmadik. Ha, to'g'ri aytasiz. Xiaoshen, Janob Yanga ro'yxatdan o'tishda yordam bera olasanmi? Albatta, muammo yo'q. Janob Yan, bu menejer Shen. U bizning mehmonxonada qabulxona boshqaruvchisi. Agar qandaydir muammoga duch kelsangiz, u bilan bog'laning. Bugun yolg'iz keldingizmi? O'g'illaringiz kelmadimi? Katta o'g'lim o'zining kompaniyasida ba'zi ishlarni hal qilyapti. Mening kompaniyamda ishlar ko'p, u o'zining ishlarini o'zi hal qiladi. Hozir biroz muammolari bor. Robotlar texnologiyasimi? Qanday tasodif? Meni jiyanim ham bu sohaga juda qiziqadi. Ular ikkisi albatta uchrashib ko'rishlari kerak. Bu ikki yosh, ular uchrashishi kerak. To'g'ri, ularning qiziqishlari bir xil. Uchrashuvni tashkil qiling. Ular uchun uchrashuv Sana tashkil tanlashimiz qilamizmi? kerak. Balki hammamiz birga ovqatlanarmiz. Xo'p, yaxshi. To'g'ri tanlov qildingiz. Unda kelishdik.
Salom. Ha, salom. Siz Shensifan xonimisiz? Ha, bu men. Kim bilan gaplashyapman? Men shifokoringizman. Doktor Ha. Salom. Bugun shifoxonaga kelasizmi? Men sizni kutayotgandim. Menejer Shen, hozir bir daqiqa. Oziq-ovqat bo'limidagilarga ayting, peshindan keyin Fan xonim choy ichmaydi. Dush qabul qilish uchun unga issiq suvni tayyorlang. Yaxshi, rahmat. Kechirasiz, doktor Ha, yordamim kerak bo'lib qoldi. Men shunchaki so'ramoqchi edim. Ahvolingiz yaxshimi? Aytganlarimga amal qilyapsizmi? Men juda band edim. Bugun borishga vaqt topilmadi. Ha, yaxshi. Ha, aytgancha, kelgusi hafta kelasizmi? Albatta, keyingi hafta boraman. Yaxshi. Shu kunlarda sog'lig'ingiz qanday? Uyqu va xavotir alomatlari siz ancha yaxshilandingizmi? Hammasi yaxshi desa ham bo'ladi. Hozir 5 soat uxlayapman. Uyquga ketishim ham avvalgidan ancha yaxshi. Bu yaxshi. Band bo'lsangiz ham o'zingizga e'tibor berishingiz kerak. Agar yaxshi bo'lsangiz, ko'proq daraxtlar bor joyda yuring. Daraxtlar ko'p joymi? Bu juda sirli eshitilyapti. Ko'proq daraxtlar bor joyda kislorod ko'p bo'ladi va bu sizning dam olishingizga yordam beradi. Bu siz uchun foydali bo'ladi. Umuman olganda, ha, shunday. Yozgan dorilarimni tugatdingizmi? Sizga yana bittasini aytishim kerak. Menimcha, menda yana 2 paket qolgan. Lekin so'nggi kunlarda juda bandman. Ishdan ham kech kelyapman. Ko'rikdan o'tishga ham bora olmasligim mumkin. Mayli. Unday bo'lsa, o'tgan hafta retsepti bo'yicha sizga dori tayyorlashlarini so'rayman. Uni oila a'zolaringiz ham olib ketsa bo'ladi. Yaxshi, muammo yo'q. Telefon raqamingizni o'zimga qo'shsam bo'ladimi? Siz uchun retsept rasmini olishim kerak. Oilangizdan kimdir uni qabul qilguncha. Yaxshi. Meni raqamim vechatni aydisi. To'g'ridan-to'g'ri qo'shishingiz mumkin. Ha, yaxshi. Keyingi hafta kelishni unutmang. Keyingi hafta borishga harakat qilaman. Rahmat. Yaxshi. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Salom doktor Ha, men Shensifanman. Xush kelibsan. Bu mening telefon raqamim. Uni saqlab qo'y. Rahmat sizga. Rasmni qabul qildim. Sizga qizil miyani ham qo'shaman.
Bu xonim, bu dorilarni tayyorlab qo'ying. Qarindoshlardan biri uni kelib olib ketadi. Yaxshi. Ha, aytgancha. Yana bir narsani alohida o'rab bera olasizmi? Qizil miya uning ta'mi shirin va ajoyib. U quvvatni oshirib, tinchlanishga yordam beradi. Bir nechtasini suvga solib ichishingiz mumkin. Uning ta'mi sutli choydan kam emas. Rahmat. Doktor suvga solib ichishni aytdimi? Bu juda qiziq. Avval buni ichishing kerak. Uni issiqligida ichib ol, keyin foydasi bo'lmaydi. Bu umuman achchiq emas. Qizil miyani suvga solib ichishni qayerdan o'rganding? Ha, uni oshxonada ko'rgandim. Shuning uchun sizga ham tayyorladim. Yaxshi. U quvvatni oshirib tinchlanishga yordam beradi. Bu davr uchun juda ham mos. Aytgancha, ana u Shansifan ismli qiz. U bu hafta ham keldimi? Yo'q. Buni davom ettirish uchun faqatgina bir marta ko'rishish mumkin edi. Lekin endi imkoniyatingni yo'qotding. Balki keksalar kasalxonasida ishlashni to'xtatarsan. Yo'q, u bu hafta band edi. Keyingi haftaga siz borasiz. Keyingi hafta. Sen buni qayerdan bilding? Telefon qilib so'radim. Uni telefon raqamini oldingmi? U telefon raqamini ro'yxatga olish bo'limida qoldirgan ekan. Ish va shaxsiy hayotni aralashtirish noo'rin emasmi? Axir o'zingiz ro'yxatdan o'tish paytidagi ma'lumotlarni olsang bo'ladi dedingiz-ku? Uning ideali haqida so'radingmi? Yo'q, uning sevgan yigiti bor. Rostdan ham sevgani bormi? Bu aslida to'g'ri. U kabi go'zal qizning sevgan yigiti bo'lishi juda ham tabiiy hol. Axir u juda ham gavjum joyda ishlaydi. Agar sevgani bo'lsa, unga boshqa yaqinlashmaganing ma'qul. Biz Xitoydagi shifokorlar sifatida o'zimizni takomillashtirishimiz kerak. Tartibsizlikka yo'l qo'yib, obro'yimizni yo'q qilma. Bobo, bularning hammasini nima uchun aytyapsiz? Xavotir olmang, men ehtiyotkor bo'laman. Uning sevgani bor. Lekin u rostdan ham baxtsiz. Bugun konferensiyaning ikkinchi kuni. Shenyue texnologiya kompaniyasi mehmonlari bugun yana keladi. Bugungi ziyofat juda ham muhim. Xizmatchilar bilan hech qanday xato bo'lmasligi kerak. Sog'lig'imiz uchun. Sizning nutqingiz juda ham ajoyib edi. O, prezident.
Men bir joyga borishim kerak. Siz yaxshi ovqatlanavering. Xayr, ko'rishguncha. Alohida gaplashamiz. Bugungi va'dangni unutma. Meni ichmaganim yaxshiroq. Agar ichsam, e'tiborsiz bo'lib qolaman. Ahvoling yaxshiga o'xshaydi. Erta ketish noo'rin. Direktor Shen. Iltimos, meni to'xtash joyiga olib bora olasizmi? Prezident Yan, sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Yordamchilarim bilan xonamga borib, mening yuklarimni to'xtash joyiga olib kelinglar. Rahmat. Yaxshi. Direktor Shen. Bezovta qilganim uchun uzr. Ha, momosiz. Sizni kuzatib qo'yaman. Janob Yan, ko'rishguncha. Ko'rishguncha. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizga telefon qilaman. Xayr, iltimos bu yerga. Ha, yaxshi. Qani ketdik. Yang Hing senga aytdimi? Ha, Bu yaxshi. amaki, qachon Yan Xin Xitoyga qaytadi? U chetga ketmagan. Hozir uyda. Shu vaqtgacha u shaharda bo'lgan. Nega biz bir marta bo'lsa ham ko'rishmadik? Biz 7 yil birga bo'ldik. Odamga o'xshab xayrlashishga ham loyiq emasmanmi? U meni juda yomon ko'radimi? Men qayerda xato qildim? Agar ahvoling yomon bo'lsa, sen ko'proq daraxtli joyda yurganing yaxshi. Bu tinchlantirishga yordam beradi. Tana va ong kislorod ko'p joyda tinchlanishi mumkin.
Agar yana ikkita ichsam, uxlashim mumkin. Hammasi yaxshi. Men uxlasam hammasi o'tib ketadi. Uxlaganimda hammasi yaxshi bo'ladi. Shunday qilib Yanxin kelmadimi? Hali emas. Anjuman yakunlandi va ko'rinmadi. Shubhasiz u albatta kelmaydi. Unga o'xshagan erkaklarni yaxshi bilaman. Uni jasorati yetishmaydi. Agar kelsa men uni Siz hisobni so'radingiz, to'g'rimi? Ha, hozir sizga hammasini yuboraman. Yaxshi. Bu tanishuv qancha davom etishini bilmayman. Alo, Sanya. Alo, nima qilyapsan? Xonamni yig'yapman. Yanxinga aloqador barcha narsani tashlab yubormoqchiman. Lekin ota-onamga qanday aytishni bilmayapman. Lekin aytishing kerak. Balki xolam bilan amakim uni eslashmas ham. Umuman olganda men kattaman. Ularni tashvishlanishlarini xohlamayman. Bu narsalarni hal qilib bo'lgach ularga aytaman. Uzoq vaqt yashirishni xohlamayman. Sen muhimi o'zingga bosim o'tkazma. Biroz muddatga ta'til olib, yaxshilab dam ol. Ko'p o'ylama. Telefonni qo'yapman. Dorilarim tugadi. Kechirasiz. Meni doktor Hesuye bilan uchrashuvim bor edi. Siz Shanxonimsiz, to'g'rimi? Ha, doktor He bemorlarni bugun qabul qilmaydi. U faqat shanba kuni qabul qiladi. Odatda u Xitoy tibbiyot kasalxonasida ishlaydi. Xitoy tibbiyot kasalxonasi? Ha. Balki sizni boshqa doktorga yozarman. Yo'q, kerak emas. Rahmat. Yaxshi.
Mayli, o'z sog'lig'ingizga e'tibor bering. Qandaydir muammo bo'lsa, istalgan vaqtda menga bog'laning. Xo'y, nega qalamimni olaverasan? Birozdan so'ng kechagi tahlillar bo'yicha yozuvlarni topshiramiz. Va shuningdek, siz ikingiz suyaklar haqidagi xabarlarni topshirishingiz kerak edi. Biz ularni tugatdik, lekin yana ma'lumotlar bor. Hammasini ko'rib chiqib sizga yuboramiz. Yaxshi, biroz vaqt ichida sizlarga yordam beraman. Rahmat aka. Doktor X, men ham ma'lumotlarni to'plashim kerak. Yordam bera olasizmi? Albatta, muammo yo'q. Salom, doktor X. Men shifoxonaga borgandim, lekin u yerda yo'q ekansiz. To'g'ridan to'g'ri Xitoy tibbiyot markaziga borsam bo'ladimi? Qanday qilib ko'rib chiqamiz? Xo'sh, keling, GI tezislarning yozishini tugatganda men unga yordam beraman. Lekin kechqurun sizlarga yordam bera olmasligim mumkin. Tushunarli. Nega hali ham yozishni tugatmading? Bugun vaqting bormi? Ha, bugun dam olish kunim. Unday bo'lsa kelaver. U juda ham beparvo. Chitan, ma'lumotlarni yozib olganingdan so'ng menga berishing shart emas. Meni qiladigan ishim bor. Xo'p, aka. Ko'rishguncha. Xayr. Shen Fan. Bu nima? Shunchaki men bugun biroz charchaganman. Sen yaxshilamadingmi? Mayli. Aslida meni maxsus davolashingiz kerak emas. Men to'g'ridan to'g'ri ro'yxatdan o'tib kirishim mumkin. Bu maxsus davolash emas. Men Xitoy tibbiyot klinikasida shifokor bo'lib ishlamayman. Siz an'anaviy Xitoy tibbiyotining shifokori emasmisiz? Onkologiya bo'limida shunchaki dorilar bilan ishlayman. Mening barcha bemorlarim odatda saraton kasalligi bilan chalinganlar. Seni u yerda kutib olish juda ham g'alati bo'lardi. Shunday qilib, seni shu yerga chaqirdim. Yaxshi, bu yerda turmaylik, borib o'tiramiz. Yaxshi. Nega bunchalik tez kelding? Dorilar so'nggi shanbada tugashi kerak emasmidi? Meni dorilarim tugadi. Hammasi tugadimi? Atiga 4 kunda butun haftalik dorilarni ichdingmi? Men uxlay olmadim. Shuning uchun biroz ko'proq ichdim. Uning yomon ta'siri ham bor. U Xitoy tibbiyoti bo'lsa ham bunday ichish kerak emas. Doktor X, bu o'simliklarning barchasi shifobaxsh dorilarmi? Bunisi sahro. Sahro barglari. Sizni ismingizga o'xshab eshitilyapti. Ular hayratlantirmaydi. Lekin u juda ham keng tarqalgan va foydasi ko'p. Masalan, go'shtlarni o'rab yesa bo'ladi. Kelani u yerga o'tirib, pulsingni tekshiramiz. Mayli.
O'tir. Rahmat. Kel, pulsingni tekshirib ko'raman. Bunday qilma. Pulsini tekshirayotganda qo'lni qimirlatmaydi. Oxirgi paytlarda qandaysan? Uyqu, kayfiyat. Hammasi yaxshi. Shunchaki men so'nggi paytlarda ish bilan juda bandman. Shuning uchun kech yotyapman va yetarlicha uxlay olmayapman. Lekin uyqu darajam yaxshilandi. Shifokoringni o'zgartirish haqida nima deysan? Men unchalik mahoratli emasman. Doktor X. O'tgan safar siz menga to'g'ri ovqatlanish haqida aytgandingiz. Endi mendan voz kechmoqchimisiz? Men buni hech qachon aytmaganman. Sening so'zlaringdan tibbiyot kasbida axloq yo'qligini anglayapman. Menga boshqa qo'lingni ber. Pulsini tekshirish uchun. Uyqusizlikdan tashqari yana bir narsada yordam bera olasizmi? Oyim aytdiki, men kamqon ekanman va yuzimda ham rang qolmagan emish. Albatta mumkin. Lekin uyqu eng muhimi. Agar yaxshi uxlay olmasang, tanang o'zingni rivojlantirish uchun qanday vaqt topadi? Men... Gap shundaki, men uxlashni xohlamayman. Yaxshi. Meni tibbiyot ko'nikmam yetarli emas. Men senga retseptni yuboraman. Men tugatdim. Buni klinikaga olib borib dorilarni so'rashing mumkin. Agar muammo bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri men bilan bog'lan. Yaxshi, rahmat. Esingda bo'lsin, parhez qilish shart emas. Yana bir narsa, agar muzli ichimliklarni ichishni xohlab qolsang, yoki shunchaki ichish kerak emas. xohlagan narsangni ichaver. Baribir itoatkor bemor emassan. Agar muzdek ichimliklarni ichmoqchi bo'lsang, ularni ichaver. Baribir kasallaringni yo'qotaman. Siz axir doktorsiz. Nega bemoringizdan jahlingiz chiqyapti? Men shunday qildimmi? Aynan shunday. Unda uzr. Xo'sh, doktor X. Sizni chalg'itmayman. Men ketdim. Aytmoqchi. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Shanba kuni kutaman. Albatta.
Uchinchi qism o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Mohidab jamoasi bo'ldi. Ovoz berishda Kendi va Jeshi ishtirok etishdi. Keyingi qismlarni ko'rish uchun bizni kuzatishda davom eting. 闪烁明媚光线，把我心事统统察觉，多明显，我们之间没声心跳叠成语言，遇见爱情的起点，还是会想念，开始有想念，是你眼睛光线照亮我世界，让孤单都热烈，等待的语言，等时间一眼，原来终点，星空遥远，是爱。